أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram cemaatimiz, mavzuyimiz bugun Xudo xolasa bozor kuni Rajab oyi kirarkan taqvimni ko'rsatish bo'yicha shu har yilgi Rajab oyidagi gapiradigan gaplarimiz takroran gapiramiz. Maqsad foydalanib olish. Rajab oyi Alloh subhanahu va taolo harom oylardan hisoblagan oy. Shariatimizda 12 oyni 4tasi harom oy deyiladi. Va bu harom oylar shu oylarni hurmat talab qilinganligi uchun harom oy deyiladi. Siz bilan biz tushunayotgan harom emas. Harom degan narsa hurmat qilish. Masalan, men palonchini hurmat qilaman desangiz, shu harom degan so'zdan olinadi. Hurmat degan narsa nima desa, shu odamga noloyiq bo'lgan narsalarning hammasini bu kishidan chekish so'raman degan harom degan so'z. Xuddi shundan masjid harom chiqadi. Ya'ni shu masjid haromda masjidda odoblarni buzadigan ishlarni hammasini tark qilish kerak. Shunga o'xshagan Makka mukarramani haram hududi deydi, harom hududi deydi. Makka mukarramada ham hurmatiga to'g'ri kelmaydigan ishlarni shu shahar hurmati uchun chetlash kerak bo'lganligi uchun harom deyiladi. Xuddi shunga o'xshagan 12 oyimizni 4tasi harom oy deyiladi. Bu harom oylarni 3tasi ketma-ket keladi. Ya'ni 1-hijriy yilimizni oyi Muharram oyi. O'zi nomidan turibdi, Muharram oyi deb. Shu Muharram oyidan oldin haj oylari bor. Zulqa'da, Zulhijja. Ya'ni bizi tushunishimiz uchun yilimizni oxirgi 11-12 oylari va yilimizni 1-oyi. Yilni tugashi 2ta harom oylar bilan tugab, yilni boshi bitta harom oy bilan boshlanadi. Bular shu dumma-dum keladigan, ketma-ket keladigan 3 oy. Bundan tashqari yana bitta oy bor. Bu oy orada kelib qolgan. 2ta Jumadul avval va Jumadul soniyni o'tkazib, Sha'bon oyidan avval o'rtada Rajab degan oy bor. Shu Rajab degan oy Xudo xolasa bozor kuni boshlanadi degan taxminimiz bor taqvimga qarab. O Rajab oyi ham shu harom oylardan bo'lganligidan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam harom oylarni hurmatini joyiga qo'yishlikni sizni bizga tavsiya qilganlar. Shu tavsiyalari shuni talab qiladi siz bizdan. Bu oyni ichida qilingan gunoh boshqa oyda qilingan gunohga nisbatan og'irroq jazosi. Sabab bu oyda qilingan ibodat boshqa oyda qilingan ibodatdan ko'ra kuchliroq bo'lganligi uchun. Nebaki narsani mukofoti ko'tarilsa, jazosi ham ko'tarilib boradi. Buni bir qiyosiy narsa. Masalan, namozda bir xato qilsangiz, sajda sahv qilasiz agar farz tark qilmagan bo'lsangiz. Vojibdan birortasi tark bo'lgan bo'lsa yoki farz o'rnidan kechirilgan bo'lsa, shu ikkita qoida xolos. Namoz sajda sahv bilan tugaydi. Ro'zani ham kamchiliklarni yopadigan narsa sadaqa fitr. Sadaqa fitr bersa, shu ro'zadagi ba'zi bir xato kamchiliklar yopiladi degan masala bor. Endi shu ro'za namozlarda nima bor desa, savob bor-da. To'g'rimi? Kattaroq bir mukofoti o'rtadagi bir sayya, ya'ni kichkina mayda gunohlar yuvadi deyilgan hadisi bor. Bir namoz bilan ikkinchi namoz, bir juma bilan ikkinchi juma orasidagi mayda sag'ir gunohlarni yuvadi. Shu shart bilanki, shu ishni namozni o'qigan odam, juma o'qigan odam gunohi kabiradan o'zini tiygan bo'lsa degan shart bilan keladi. Demek siz bilamiz hozir juma namozini o'qiydigan bo'lsak,
avvalgi jumadan shu jumagacha bo'lgan oralardagi biz bilmagan holatda qilib qo'ygan mayda sag'ira gunohlar yuvilishi uchun biz shu hafta orasida katta gunoh kabiralar qilmagan bo'lishimiz kerak. Hadisning sharti shu. Lekin odamlar buni yaxshi tushunmaydi. O'zi yaxshi tushunmagandan keyin o'zgalarga yaxshi tushuntira olmaydi-yu, juma kuniga yetib kelsang hamma gunohlar kechib boradi deydi. Yo sharti bor buni. O namoz va bu namoz o'rtasida gunohlar yuvilishi, gunoh kabiradan tiyilib tursa yuvilishi bor. Gunoh kabira qilmayman, men otamga oq bo'lgan emasman, o'g'rilik qilmadim, aroq ichmadim, qamar o'ynamadim, zino qilmadim degan bilan g'iybat o gunoh kabiraning kattasi-ku. Qilmagan odam bormi? Demak, sizga bizga bu mukofot yo'q hisobda, tarozi so'siz. Demak, shu mukofotga erishish uchun bir narsalarni qilishimiz kerak bo'lar ekan. O'sha narsalarni qilmaganda mukofot yo'qolib qoladi. Biz aldanib yuraveramiz. Endi shu harom oylardagi gunohlar og'ir bo'lishligi, harom oydagi gunoh savoblarning ko'payishining evaziga deyilgan gapda keltirmoqchi bo'layotgan gapim haj bor. Hajda xato qilsangiz nima qilamiz? Qo'yib qo'yamiz-a? Sajda qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Toboq qo'ysa bo'lmaydimi? Toboq qabul bo'ladigan joy. Nima uchun hajda qo'ysa qo'yadi desa, mukofoti katta-da. Bir umrlik gunohni kechiraman degan. O'sha hajgacha bo'lgan hamma gunohini kechiraman degan, u ham haj mabrur bo'lsa degan. Hajul mabrur nima desa, hajul mabrurni lug'aviy tarjimasi yaxshi sifatli haj. Lekin ulamolarni o'zlarining davriga qarab bergan sharhlarida hajul mabrur birov bilan urushmaslik, birovlarga ehson qilishlik, bari kenglik, kechiruvchi bo'lishlik degan sharhlarni bergan. Shu sharhlarga qarab biz ham o'sha yerga borib urushmaydigan hoji bormi? Choy talashmaydigan, joy talashmaydigan, yo'l kira talashmaydigan. Ikkovali berdim, lekin men onadan tug'ma bo'lganman, haj qilib keldim deydi. Nimani dondirib yordingki, endi senga bu onadan tug'ilganda mukofot bo'lsin degan odam yo'q bu bechoraga. Borib kelsa ish bita olmaydi-da keluvchilar. Har narsaning o'ziga yarasha nimasi bor, qoidasi bor. Buni doimiy aytadigan narsa, sizga bizga tushunish oson bo'lgan narsa, ovqatga kiraman-da. Hammamiz osh yeymizda deyarli. 70-80% odam hozir jumadan osh yeydi. Hamma oshxonaga osh yeyrasizlarmi? Yo oshpaz tanlab yeysizlarmi? Tanlaymiz-a? Qozonga tashab qo'ysa, guruch yog'ni, sabzini tashab osh bo'laradimi? Uni ham joyiga, yoriga qo'yib, chiroyli qilsa osh bo'ladimi? Shunga o'xshagan yumaloq yostiqqa yotib tursak namoz o'qimas ekanmi? Ertamandan kechgacha yemadim deb televizor ko'rib, telefon har narsani ko'rsa ro'za o'qimas ekanmi? Borib ihrom kiyib, yoqqa yurib, bu yoqqa yurib kelib qolsa, haj yoki umra bo'lib qolmas ekanmi? Qoidasi bor ekanmi? Qachonki hamma narsa joy-joyiga tushsa, siz bilan bizga aytilgan mukofot bizniki. Joy-joyiga tushmagandan keyin bu mukofot yo'q. Misol onadan yangi tug'ilgandek bo'lib kela olmaydi hajga borgan odam, umraga borgan odam. Nima bo'ladi desa, qisman bir narsalardan quruq qolib keladi-da. U katta mukofot ola olmaydi. Chunki unga yarasha ibodat yo'q o'zida, e'tiqod, ixlos yo'q va ma'lumot yo'q. Shuni olish uchun bu odam hamma tomonlama ma'lumotli bo'lish kerak edi. Endi bu Rajab oyimizdagi qilinadigan ibodatlarni ham har safar aytamiz, ibodatlarni eng sidqi dildan bo'ladigani ro'za. Nafs tiyish. Shu nafs sabab siz bilan bizni shu dunyoga tushishimiz shu sabab. Hammamizga ma'lum. Odam alayhisalom bilan Havo onamiz shu yema deyilgan narsani yeganlik sabab jannatdan mahrum, nafsi ko'yga kirib. O'sha bizni nafsimiz hamma narsaga olib boradi. Shu halol narsa ye degan hukm butun bashariyatga berilgan. O bashariyat ichida yana halol narsani pokizasini ye degan hukm payg'ambarlarga berilgan. Halolni ham pokizasini yeysan.
Halol ekanda yeverma, pokizasini yegin degan. Endi shu pokizasini yesin, e'tibor bersin degan gapning bir misoli. Bizning mazhabda suvda tug'ilgan, suvda yashagan, suvda o'lgan narsa halol degan qoidaga balodan boshqani qabul qilmaymiz biz mazhab. Balodan boshqa yo'namaydi. Boshqa mazhablarda suvda tug'ilgan qisqichi baqa bormi, bir balolar olib kelib yeyapti-yu, bola oradi deydi. Biz balodan boshqa yo'namaymiz mazhab. Nima uchun bu qoida unaqa unamaydi desa, biz yana bitta qoidani tushunamiz. Halolni pokizasiga o'tdingiz. Endi hali biz suvda bir narsa shilimshib o'xshagan narsani olib pishirib yeyapti hozir. Nima kravetka deb qo'yarkanmi? Yangi chiqdi bu. Tovuq go'shti qo'shayotgan, hamma mubtalo bo'ldi-yu. Bu o'zi nima bu? Shu odam tabiat ko'taradigan narsami shu? Yeydimi shuni odam? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka fath qilganlarida u kishiga ovqat tayyorlandi. Shu dasturxonga o'tirganlar, Xolid ibn Valid bilan o'tirganlar dasturxonga. Shunda ayollardan biri aytdiki, Rasulullohga aytdilar nimani go'shtligini deydi. Aytmabmiz deb aytdilar, Rasululloh bo'lsa go'shtni yemaydi, suymaydi dedilar. Ne Payg'ambarimiz alayhisolamga bu zob degan hayvonni go'shti deyildi. Payg'ambarimiz alayhisalom qo'llarini tovoqdan tortdi. Xolid roziyallohu anhu harommi dedi? Yo'q, halol, harom emas, yeversen dedi. Men tabiatim ko'tarmaydi dedilar. O zob tushuntirish uchun bu. Yana o'sha ekan demaydi. Echkemar bor-ku. Echkemarga o'xshagan bir arablarda o'sha cholda yashaydigan bitta hayvon bor. O'shanga o'xshaydi. Shu ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom shuni suymayman, yemayman dedi, lekin harom emas dedilar. Tabiat. Tushuntira oladimi? Endi demak, siz bilan biz qancha kerak halolni ham tozasiga, pokizasiga harakat qilsak, va toza bo'lsa. Mana bu yaxshi fikrlaydi, yaxshi niyat qiladi. Buni ichiga kirib qolsa, yeyoradigan bo'lsak, haligi mashinaga ham hamma benzin aralashtirib qo'yavergani nima bo'ladi oxiri? Motor ishdan ketadimi? Motor ishdan ketgan mashinani baloni zimni yangi bo'lsin. Yog'ini yangi quygan bo'lsin, salon zo'r bo'lsin. Marraga boradimi? Obormaydi. Motor zo'r bo'lsa-chi? Oboradi. Siz bilan biz ham shu motorimiz, qalbimiz toza bo'lishligi uchun, fikrlarimiz toza bo'lishi uchun kirayotgan ozuqa A80 bo'lish kerak emas-da. Shu 100 ga chiqish kerak. 93-95lar ham tepaga chiqish kerak, rosa tozasiga chiqish kerak. Lekin fikrimiz ham toza bo'ladi, qalbimiz ham toza bo'ladi, ibodatimiz ham qabul bo'ladi. Shundan kelib chiqib aytamizki, bu Rajab oyida qilingan savobli amallarimiz boshqa oylarga nisbatan 70 barobar oshig'i bilan bo'ladi. Hazoratul Ulamo degan kitobda aytadi, mo'min bandalarni qilayotgan ibodatlarini turga bo'ladi-da, savoblarini shular. Shu fazilatlarni gapirib kelib turib aytadiki, boshqa oylarga Alloh subhanahu va taolo o'zining bergan va'dasi bor, 1 ga 10. Uni hamma biladi. Endi 1 ga 10 bo'layotgan va'da ba'zi oyga kelganda o'zgaradi. Manja bil hasanati falahu ashru amsalha deb Qur'on Karimda aytadi Alloh taolo. Kim bir yaxshi savob amal qilsa, unga o'sha savobli amalga 10 barobar savob beramiz. 1 ga 1 emas. 1 ga 10 beramiz. Bu oddiy hol. Yengil ish bu. Va fi Rajab bi 70. Rajab oyida 1 ga 70 beriladi. Va fi Sha'bon, Rajabdan keyin keladigan Sha'bonsiz biz Barot deydigan oyda bi 700 barobar beriladi 1 ga. Va fi Ramazon bi 1000. Ramazon kirganda 1000 barobar bo'ladi. Va laysa az'aful hasanati illa li hazil ummati khassatan. Bu oylarga nisbatan beriladigan ortiqcha mukofot
Faqat shu Muhammad alayhisalom hurmatlaridan shu ummatga xos xolos. Boshqa ummatga yo'q bu. Bu ham bizni payg'ambarimiz alayhisalomni hurmatlaridan bo'lar ekan, biz shu zotga ummat bo'lganimiz uchun shu bizga berilgan yengillik limitdan foydalanishimiz kerakki, qiyomat kuni bo'lganda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni ummatlari o'zga ummatlarga nisbatan savobi ko'p, jannatda yuqori maqomda tursa, bu payg'ambarimiz alayhisolomga faxr bo'ladi. Shuncha imtiyozlarni Alloh subhanahu va taolo sizga bizga bersa-yu, biz shu imtiyozdan foydalana olmasdan, gunohlarimiz kechirilmasdan, shu harom oylarda e'tiborsizlik qilib, gunoh ishlarni qilib, oshig'i bilan gunohlarga botsak, ertaga qiyomat kuni bo'lganda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom huzurlarida turganimizda, ummatim, ummatim deb da'vo qilib, ummatni Xudodan so'rayotganda, ummating qara desa, kim hijolat bo'ladi? Payg'ambarimiz alayhisalommi? Shu kishini hijolat qilayotgan odam kim? Siz bilamizmi? Misol, hozirgi gapdan olib, Rajab oyida bir kun roza tutsangiz, boshqa oyda tutgan rozaga nisbatan 70 barobar savob berilsa, 70 ta rozani savobini olsangiz. Ramazonni necha kun roza tutasiz? 30 kunmi? Hayit sanangizda birinchi kun iftorda turib, Xudo uchun 29 kun qoldi deysizda. Endi boshlandi, nomar sanamay tur. Hech bir 10 kun 15 kun o'tsin. Birinchi kundan 29 qoldi qilsa, tugash uchun ko'z to'r bo'lib turadi odamni. Nafsda endi. Nomard 11 oy yemagan narsani yeyapsanmi? Bunaqangi iftordagi narsa 11 oy yemading-ku. Yana nima? Kun tugashini istayapsan. Bunaqa fazilat, bunaqa barakot, bizga bor iftor qiling, anaqa mana qiling degan gaplar bo'ladi 11 oy ichida. Bo'lmadi-yu. Tayyor ovqatni ham ishing bekitib qo'yib yetadi odamlar, bermaydi-yu. Nima uchun buni nima qilyapsan? Nafs qo'ymaydi. Ana shu bitta roza tutsak, 70 ta rozani savobini olsak, bu degani 2,5 oymi taxmin? 2,5 oy roza degan mukofot kerakmi, kerak emasmi? Quloq soltiring akalar. Parazanda 1 yilda necha yil bor? Soldatlar yaxshi biladi. 732 kun bor. 2 yilda 730 kun bor. 1 yilda 365 bor. Endi 10 kun tutib qo'ysangiz qancha bo'lyapti? 700 bo'lib ketyapti, 2 yil armiyani hisob chiqib ketyapti. 5 kunda kelib qoldi joyiga. 5 kun roza tutsangiz, taxmin 6 kun roza tutsangiz, shunda 350 kun bo'ladi. 70 dan bo'lsa. Siz xohlamang shu 5 kun 6 kun roza uchun 1 yil roza tutdi degan mukofotni olasizda. O'zi faktiski siz bilan biz tutayotgan roza 1 yilga bormaydi-yu. Yana to'g'ri. Bu 1 yil roza degan mukofot qiyomatda kattami, katta emasmi? Birta tutilgan nafl roza deydilar payg'ambarimiz alayhisalom. O'sha rozador odamni 70 yillik masofa do'zaxdan yiroqlashtiradi deyapti. 70 yillik masofa degani, mayli siz bilan tushungan 70 yil bo'lsin. 70 yil piyoda yursa bir odam, shuncha masofa uzoqlashadi do'zaxdan degan. Bu o'zi bu hisob emas bu. Bu boshqa hisob bu. Shu narsaga erishishimizdan nima ketadi akalar, aytinglarchi. Shu nafsga bitta dam berish kerak-da. Marraga yetamiz Xudo xolasa. Endi shundan bir gapki, buni tutaman desangiz, darrov odamlar hadisda yo'q, bid'at deydiganlar bor. Ularni ham og'zidan gap bo'ldik, hujjatlar gapirmaydan qutashadi bechoralarni. O'zi qilmaydi, qilganni ham shu ochib yuboring, gunohkor bo'lasiz. Sen g'iybat qilayotganni bor, gapirmen deb to'xtat. O yalang'och yurganni borib to'xtat, ket etagingni tort, gunoh bo'lyapti. Nima uchun aynan ibodat qilayotgan odam kelib to'xtatasan? Qiziqda bular. Shayton alillarni qilolmagan ishni bular qilib qo'yapti. Ibn Abbos roziyallohu anhudan kelayotgan asar gap. Bu kishi aytibdilar. Savma awwala yawmin min Rajab kaffaran salasinin
Vassani kaffara sanatayn, vassalis kaffara sanatin. Summa kullu yawmin kaffaratun shahrin. Kamo fi jami' sag'ir. Jami' sag'ir degan kitobda olinyapti ekan. Bunda Ibn Abbos aytayapti roziyallohu anhu. Rajab oyidagi birinchi kunning ro'zasi, ya'ni Xudo xolasa biz shu bozor kuni ro'za tutsak, 3 yilga kafforat bo'ladi deyapti. 3 yilga kafforat degan gap 3 kare 12 36. Shuna bo'ladimi? 36 oy. Biz yaxshi bilamizki, bitta ro'zani beuzr ochgan odamga bir qul ozod qilish kerak yoki 60 kun paydapay ro'za berish kerak. 60 kun paydapay ro'za tutishga haqiqatda salomatlik ko'tarmaydi, yo qari, yo kasal bo'lsa, 60 ta miskinning qornini boqish kerak. Bir kunlik miqdorda. Endi shu bir kunlik shu Rajabni avvalidagi ro'za 3 yilga kafforat bo'ladi deganlarida 36 oy bo'lyapti. 36 oyni 2 ga bo'ladigan bo'lsa qancha bo'ladi? 18 oy. Bu degani 18 ta bizning kafforatimiz bo'ladi. Tushuntira oladimmi? Ikkinchi kun tutadigan ro'zasi deyapti 2 yilga kafforat bo'ladi. Bu 12 yilga kafforat bo'ladi. 12 martaga kafforat bo'ladi. Uchinchi kunda tutilgan ro'za deyapti 60 kunga, ya'ni shu bitta ro'zaning kafforatini bosadi. Undan keyingi har bir kun 1 oydan. Qazo qilmagan odam bormi ichimizda ro'zani? Bu qazosini tutmagan odam buni kafforatini qachon tutib beradi 60 kunni? Qachon tutadi buni? Rost kafforat bo'ynimizda quturgandan keyin, bu jarima. Buni tuta olmayotganimizdan keyin payg'ambarimiz hurmatlaridan Alloh subhanahu va taolo bizga shu imtiyozni bergandan keyin shundan foydalanib tozalanishimiz kerakmi, kerak emasmi? Tekizlash kerakmi, orqani tekizlash kerak emasmi, akalar, ukalar? Shu parazan shu bozor kuni ro'za tutsangiz 18 ta tutilmagan ro'zaning kafforatidan qutulib qolsangiz. Yana bir ulamolarimizni to'shatadi-yu mana gangirvoshlar. Kim bo'lib qoldi deydilar. Shular bizga bir fiqhiy bir qoida ishlab chiqqan. Alloh hammasini rahmat qilsin bularni. U fiqhiy qoida nimasi? Tadoxil degan, biri-biriga kirib ketadigan jarimalar bor deydi. Bu qanaqa tadoxil desa, masalan namozda bitta xato qilsangiz ham bitta sajda sahv, 10 ta xato qilsangiz ham bitta sajda sahv. To'g'rimi? Chunki bitta namozda bo'lgani uchun salom berib chiqmasdan 2 rakatning ichida bir 5 ta 6 ta xato qilsangiz, namoz buzilmaydigan xatodan. Shu bitta sajda sahv qo'ysangiz, hammasini yo'qoladi. Shunga o'xshagan Ramazon oyida bir kun tuta olmasangiz ham, bo'yningizda 60 kun paydapay tutmoq bor, qul bo'lmagandan keyin bugun. To'liq Ramazon tutmasangiz ham 60 kun bor. Qazosi bilan. Masalan, bir odam bitta Ramazonda bir kun tutmagan, bir kun qazo tutadi, 60 kun paydapay tutib beradi. Bir odam 15 kun tutmadimi, 60 kun paydapay tutib beradi, 15 kun qazo tutib beradi. Tadoxil qoidasi bor. Endi boya gapga qaytamiz. 18 ta kaffora degan gap 12 kirgan o'g'il bola 32 kungacha ro'za tutmagan. Har yiliga bittadan ketyapti. 18 yillik kafforati bir kunlik ro'za joyiga keladi Xudo xolasa. Bu nima qoldi bo'ynida endi? Shu 18 yillik ro'zani o'zini tanasini 18 oy ro'za tutib berish qoldi xolos. Tushunasizmi? Qanchalik bizga Xudo taolo yengillik beryapti. Endi bu bizni qazoyimiz yo'q, tekizmiz degan bo'lsangiz, buni savobi kerakmi, kerak emasmi? Bu nafl savoblarni odamlarga tavsiya qilsangiz, va farzand qilyapman yetadi deydi. Xo'p, farzand qilayotgan yetadigan odamga yana men gapiraman-da. Oylik ishlayotgan odam bilan oiladan tashqari yana u yoqdan bir kirim istab biz tilda levi qilayotgan odamning hayoti bir xil bo'lmaydimi? Bir xil bo'lmaydi. Nima uchun? U odamda bo'lganligi uchun sal dadilroqda bir narsaga erishishi osonroq. Xuddi shunga o'xshagan
5 vaqt namoz, o'sha bir oydagi Ramazon ro'zasini, umrda bir hajni, yilda bir bo'ladigan zakot bergan odam ham jannatga kiradi. Cho'ntegimda kiradi. Endi oshcha ro'zasi bor. Oshcha zakotdan tashqari ihsonlari bor. Shu bitta hajdan tashqari haji bor, umrasi bor odamlar. Nafl ro'zalari bor odamlar savobi ko'pligi bilan kirib darajasi ko'tariladi. Alloh subhanahu va taolo Jabril alayhisalomga aytar ekan: "Ey Jabril" derkan, "Mana bandamni men suydim. Sen ham suy." Va farishtalarga ayt, bular ham suysin derkan. Nima uchun suydi deyilsa, o banda farz bo'lgan ibodatdan tashqari nafl ibodatlarni oshig'i bilan qilib borib Alloh subhanahu va taoloni suygan bandasiga aylanar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Men kechagina bir o'tirganda bir misol tushuntirib berdim. Masalan, hammamiz mashinamiz bor, to'g'rimi? Shu mashinani bitta o'g'lingizga aytdingizki, "Yuvib qo'y, bolam mashinani" dedingiz. Mana yomg'ir yog'ib, qor yog'ib, loy bo'lib ketib yuvib qo'y desa, olib borib mo'ykada yuvib keldi. Motori yuvmagan, saloni yuvmagan. Aytgan ishingizni qilib keldi. To'rtta o'g'lingiz bo'lsin, bittasiga aytdingiz bu safar. Yana safar ikkinchi o'g'lingizga aytdingiz, "Bolam shu mashinani yuvib qo'y" dedingiz. O'tgan safar akangga aytdim, yuvib keladi endi. Yana aytsam bo'lmayapti, endi sen yuvib kel dedingiz. U borib motorni, salonni qo'shib yuvib keldi. Qaysi o'g'il yoqadi endi sizga? Keyin safar yana bitta o'g'ilga aytyapsiz. Va akalaringga aytdim, men sen ham yuvib kel bolam dedingiz. Borib, yuvib, tozalab, benzindan quyib keldi. Hadi benzinlarni ham limondan qilib qo'ying dedi. Qaysi bolangiz yaxshi? Hukm nima bo'lyapti hammasiga? Bir xil mashina yuvib kel deyapsiz. Lekin u yuvayotgan nimalarga e'tibor beryapti? Yoqadimi? Ha, sizga yoqqandan keyin siz ham shunaqa bandaga aylaningda. Xudo 5 vaqtni buyurib qo'ysa, 5 yil o'qib turavermasin, go'layib qo'shingda. Yoqqan banda bo'lish uchun. Yaratgan bitta shu oyda Ramazonni bizga buyurgan bo'lsa, shu bilan to'xtamasdan qo'shingda. Zakotni shu 40 dan birini bir yilda bir ber degan bo'lsa, shu berib qo'yib bo'ldi, zakot bermasdan qo'shingda yoniga. Umrda bir marta haj qil degan bo'ldi deb topgan pulingizga kurat yaltama-yalta yuravermasdan boringda ikkinchisiga. Xudo suygan bandaga aylaningda, Xudo imtiyozini bergandan keyin. Imkoningiz bo'lgandan keyin. Imkoningiz bo'lmasa, ilojingiz bo'lsa xo'p mayli. Lekin imkoniyati yo'q, imtiyozi yo'q odamlar deyarli panja bilan sanaladi-da. Aksar odam, 90% odam qilaman desa, shu ibodatni qilishga layoqati bor. Shu hajni, umrani hisobga olmasa. Qo'lidan keladi. Qilmaymiz. Endi qilmagandan keyin Xudo saqlasin, ertaga qiyomat qoyim bo'lib, hisob-kitob o'xshamay qolsa, kim hijolat? Kim tortadi dardini? Azobni kim tortadi? Deyishingiz mumkin, men bilganni o'qilarni, bilganni bu qilarni deymiz-ku, ammo o'tib ketgandan keyin. Ha, bildirsa nima uchun qilmaymiz? Yana safarsiz. Ha, yana safar o'tgan yilgi odamlar bormi hozir? Nechta odamni qo'ydik bir yil ichida? Ha, balkim bozor kungacha yana ketib qolar ichimizda kimlardir. Omonat-ku bu. Shuning uchun men demoqchi bo'laman, gap akalar, foydalanib qolaylik. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis bor ekan. Bunda payg'ambarimiz alayhisalom aytadi: "Inna fil jannati nahran yuqal lahu Rajab." Jannatda bir daryo bor, buni Rajab deyiladi. Ashad bayoza minal laban va ahla minal asal. Oqlikka kelgani sutdan oq. Bu daryoning suvi. Shirinligi endi asaldan shirin. Man sawma yawman min Rajab, kim Rajabdan bir kun ro'za tutsa, saqahulloh min zalikin nahr. Alloh subhanahu va taolo buni shu jannatda shu suvdan ichitadi, dengizdan. Sug'oradi, ichadi deyaptilar. Shart nima? Yana ro'za. Vaqtimiz yaxshimi? Savbon roziyallohu anhu hikoyalari, buni ham eshitganmiz. Savbon aytadilar roziyallohu anhu, payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam bilan birga edik deydilar. Va qabristonga kirdik, qabristonda turib
Payg'ambarimiz alayhissalom qattiq yig'ladilar. Keyin duo qildilar deydi shu hikoyada. Keyin men payg'ambarimiz alayhissalomga lima bakata ya Rasululloh, Rasululloh nima uchun yig'ladingiz deb savol berdim. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, ya savbanu haula yu'azzabuna fi quburihim fada'awtu lahum fakhaffafa Allohu anhum al-azab. Ey savbon, mana yotganlar qabrda azoblanyapti. Shularni azobiga yig'lab, haqqalariga duo qildim, Alloh yengillatdi azobni dedilar. Azob to'xtadi deyilmayapti, yengilladi. Summa qala alayhissalom, keyin payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, ya savbanu law sama haula yawma min rajab va ma namu minhu laylatan ma'uzibu fi quburihim. Agar shu odamlar Rajab oyidan bir kun ro'za tutganda edi. Rajab oyidan bir tunni tunaganda edi, bedor o'tkazganda. Bu qabrda azoblangan bo'lmas edi dedilar. Savbon aytadilar: "Ya Rasululloh, asaw yawmin va qiyam laylatin minhu yamna azab al-qabr." Rajab oyidan tutilgan bir kun, Rajab tunlaridan tunalgan bir tun qabr azobini to'xtata oladimi, dab qila oladimi? Payg'ambarimiz alayhisalom: "Ya savbon, vallazi ba'sani bil haqq nabiyyan." Meni haqiqiy payg'ambar qilib yuborgan zotga qasam bo'lsinki, mu'min muslimin va muslimatin, bir musulmon erkakmi, ayolmi, soma naharaha, shu Rajab oyida kunida ro'za tutsa, Rajab oyida kunida tutsa, shu qilgan ishi bilan, ya'ni yo ro'zasi bilan, qilgan gunoh bilan Alloh subhanahu va taolo bu odamni degan payg'ambar bir yillik savob, bu yil bo'yi ro'za tutgan, yil bo'yi bunaqangi sizlar bizga berilgan imkoniyat boshqa ummatga nima uchun boshqa ummatga berilmagan deyilsa, sababi shuki, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning ummatlarini aksar umri 60 va 70 o'tdi. 70 o'tishi ham kamroq, tepasi chiqishadi. Undan kam 70 o'tadi. 60-70 o'rtasida bo'ladi. Bundan savoli Payg'ambarimiz alayhisalom agar ummatimni o'rta umri 70 yosh bo'lsa, bu ummatimga qiladigan savobi kamayib ketadi-yu. Chunki boshqa ummatlar 100, 200, 300, 500, 1000 yil yashagan ummatlar. Ularning umri uzoq, amali ham ko'p. Meni ummatimni umri qisqa bo'lsa, amali ham kamayib ketsa, jannatdagi musofir kamaysa, deb payg'ambarlar tushunganlarida Alloh subhanahu va taolo qadr kechasida ming oy sakar 84 va qadr kechasi bo'ladi. 1000 oylik qadr kechasi yo'q, oyni 1000dan afzal. Biz 84 oy deganga 1000 oy deganga 84. Biz 84 ni qilamiz ekan. Farazan 84 ga kelgan qadringizda ham 12 yoshda balovatga 7 kunda balovatga kelgan bo'lsa, chiqarib olsa qancha bo'ladi? 72 yil kim dondir iborat qilgan. Bormi o'zi qilgan iborat? 72 yil. Ramazon men hisoblab beraman. Men namoz qilmanda davo qilyapsiz, hamma. Hop namoz qilmaysiz. Namoz o'qiysiz. Shu bir kunda necha vaqt namoz o'qiysiz? 5 vaqt. 5 vaqt namozingiz qancha vaqtimiz ketadi? Zakatni bir marta o'qisa 30 minutmi? Tahoratlardan 1 soat vaqtimiz ketadimi? To'g'ri bo'ldimi? Tahoratlardan 1 soat vaqtimiz ketsa, 1 sutka 24 soat bo'lsa, qancha ibodat qilgan bo'lamiz?
soat bo'ladigan bo'lsa 24 kunda bir kun ibodat qilgan bo'lamizmi? Hisob yapamizmi? 24 kunda bir kun hisob soat bo'lishi uchun taxmin bir oyda bir kun ibodat qilamiz. Hisob. Bir yilda qancha ibodat qilamiz? Bir yilda 12 ibodat qilgan odam, men 50 yildan ibodat qilyapman desa, necha oy ibodat qilgan bo'laman? Ko'rdingmi? Savol. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning umrlarini beraylik. Men payg'ambarimiz alayhisalomni muborak umrlariga kirdim, 60 ga kirdim degan odamdan 13-ni chiqarib olamiz, balog'at deb. 50 yildan beri men namoz o'qiyman deyotgan odam qancha namoz o'qibdi? 2 oymi? Xo'p, 2 oy namoz o'qigan bo'lsa, maylimi 2 oyni yana qo'shib 2 yildan de. 48 yil nima qilding desa nima deydi bu odam? Tushundingizmi? Siz biz qilayotgan ibodat qanchalik? Umringizni ibodat bilan o'tkazib, bo'yningiz cho'zganingiz bilan o yarim yilga ham yetmaydi-da. Qolganiga nima deb javob beramiz? Qolgan nima bilan o'tdi endi aytingchi? 50 yillik balog'atdan keyingi payg'ambarimiz alayhisalom muborak yoshlarga kirgan umringiz 50 yil nima bilan o'tdi aytingchi? G'aflatdan o'tgan bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu 50 yillik g'aflatni bosadigan narsa nima hozir bizga? Shunaqa bir ibodat bosar ekanmi? Shu mukofot bosar ekanmi? Tushuntira olyapmanmi? Yana tushuntirishga bir aytaman. Odamlar umraga ketyapti, hajga ketyapti. Borib bitta umra qilib kelayotganlar bor. Oshcha qilsa gunoh bo'lar ekan deydi. Uni miyasiga bitta quyib qo'yganda o'ziga o'xshagan. Dangasa o'zi ham qilmaydi, o'zga ham qilmagan deb quyib qo'ygan. Haj qilayotgan odam bir marta haj qilgandan ikkinchi bor o'ziga haj qilmaganligini tavsiya qiladi ulamolar. Nima uchun desa, sen bir marta haj qilding, bo'ynidan soqit bo'ldi. Ikkinchi marta haj qilayotgan bo'lsang, boshqa odamga haj qil deydi. Boshqani ham shu gunohga yuvilsin. Sen shunga sabab bo'l deydi. Endi boshqaga umra haj qilsan, menga nima foyda bor desa, yot begona odamga haj qilib bergan odamga 7 ta haj savob beriladi. Farazan men hajga borganman. Yana borsam, yana o'zimga qilsam 2 marta haj. Bitta yot odamga haj qilib beradigan bo'lsam 7 ta bo'ldi. Haliga qo'shsam 8 ta haj bo'ldi. Endi shu odam otasiga yoki onasiga qilsa 10 ta haj savob beriladi deyapti. Tushundingizmi? Haj bir yilda necha marta bo'ladi? 1 marta bo'ladi. To'g'rimi? Endi Xudo sizga nasib qilib bir 3 martami 4 marta hajni bergan bo'lsa, bittasida o'zingizga qilgan bo'ling, ikkitasi ota-onangizga qilgan bo'ling. 21 ta bo'ldimi? Yana bittada bir opodda ham katta bo'lgan bittasiga qilgan bo'ling. 7 ta qo'ying. 28 ta bo'ldimi? Bu odam 28 yil haj qilgan desa, odamlar har yil kelganmi deydi, qiyomat kuni. Yana to'g'rimi? Ramazon oyida qilingan bitta umra payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam bilan qilingan haj bilan teng. Sahih hadis. Bir ayol payg'ambarimiz alayhisalomning oldilariga kelib o'pkalanadi. Erini atini aytib, o'g'lini atini aytib, palonchi bilan po'kinchi ekalasi meni tashlab siz bilan hajga ketib qoldi. Meni yetalab olib ketishmadi bu ekalasi. Nima qilsam men shu ajrdan olaman deganda payg'ambarimiz alayhisalom Ramazon oyida umra qilsang, men bilan qilgan haj savobini olasan dedilar. Endi Ramazonga borib odamlar otasiga, onasiga, ota-onasiga, ustozlariga umra qil desa, biznikilar aytadi, Mahmudiylar hammaga umra qildirar ekan. Bo'g'ib yurib qildirar ekan. Biz bo'g'maymiz. Bo'g'ilib qolasan o'zing biz gapni eshitgandan keyin qilmasam bo'lmas ekan deb. Shuncha qilsang, farazan bir 10 marta umra qildi bu odam bir oy ichida.
10 umrasiga oddiy odamga qilgandaqa umrani savobini bersa, 70 ta umrani savobini oladimi? Boyagi hadisga binoan. O'tgan qoidamizga binoan Ramazonda qilingan narsa 1 ga 1000 bo'ladigan bo'lsa, qancha bo'ladi? Makka mukarramada qilingan bitta ibodat 100 ming yuradigan hisobga olsang qancha bo'ladi? Senga nima kerak? Oshqovoq. Konda turibsan. Nimang ketadi 2 soat umra qilish uchun? Otangga umra qiladigan bo'lsang, bitta hajda senga 10 ta haj savob berilganda farzni o'rniga nafl bo'lgan umraga bu 10 ta savob Xudo bermaydimi senga? Shu otangga bitta umra qilsang, otang payg'ambarimiz alayhisalom bilan birga haj qilgan ajrini olsa, onang ham shu ajrni olsa, senga Alloh subhanahu va taolo payg'ambar bilan bo'lgan ikkalasi qilgan umrang sabab 20 marta payg'ambar bilan haj qilgan savobini bersa senga. Sen o'zi payg'ambarni ko'rganmisan o'zi? Tushingda ham ko'rmagansan. Senga bu mukofot qaydan kelyapti? Ota-onangga bo'lgan mehring uchun, xizmating uchun beriladigan mukofot bu. Agar bilsang. Payg'ambar alayhisolamga ummat bo'lgani uchun beriladigan senga imtiyoz bu agar bilsang. Sen nima qilyapsan? Jiddada Qizil dengizga tushyapsan. Toyibga borib, qarib ketgan bitta fil bor. Safar qilishini ko'rasan. Qaytib kelayotganda arzon ekan deb Badrin pomidor ko'tarib kelasan. Xuddi Badrin pomidor ko'rmagandek. Umring bori marojni ichman, tog' ichman o'tib ketadi. Albatta borib bo'lmaydi. Oson umrmi senga bo'ldi? Dadangga bermadi, opodangga bermadi, bu hayot Alloh taolo senga berdi. Sen nima qilyapsan pulni? Ertaga qiyomat bo'lib ota-onangga ro'para bo'lsang, hisob tang kelganda, "Ha bolam, seni boqadim, kattaytirdim, umrimni berdim senga. Shu 2 soat vaqtingni bera olmading menga shu yerda. Shu 2 soat bir umra qilib qo'ysang, meni ham masalam hal bo'lar, jon bolam. Shunga yaramizni qaysi beting bilan gap qaraysan otangga? Onangga qaysi beting bilan qaraysan ertaga? Vijdon bormi? U gapiraveradi o'tirib olib ular, qilmaysan ahvol ko'rvoy deb. Qilasan, majbursan qilishga. Ilojsiz qilasan, o'zingga qilmasang ular uchun qilishing kerak. Chunki tushuncha bo'lishinga shular sabab. Nimaga deng? Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi, astagfirullah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Alloh qat'iy hukm chiqardi. O'zidan o'ziga ibodat qilmaslikka va ota-onaga yaxshilik qilishlikka. Ota-onaga yaxshilik qilishlikni Xudo taolo o'zining ibodatga tenglayapti. Tushundingizmi? Nima uchun o'zining ibodat ota-ona yaxshilikni tenglayapti desa, uni dunyoga kelishiga sabab bo'lgan ikkita shu inson shuni tarbiyalab va yetkazganini, mehnatini ko'rib, bilib, tushunib, shunga shukr qilmas ekan, g'oyibdan men bergan ne'mat qadam tushunsin bu deydi. Ko'rib turganini tan olmasa, ko'rib turganga shukrona qilmasa, shuni xizmatini qilmasa, shuni rozi qilmasa, ko'rmagan meni qadam bilsin, qadam qadrlasin men deydi Xudo taolo. Shuning uchun o'zini qadrlatishni ko'rsatish uchun qara deydi. Ikkita odam seni oyoqqa turgizib odam qilgungacha, uyli joyli bo'lgungacha, to bugungi kunda ham siz o'zingiz o'g'il yo qiz uylayotgan bo'lsa, ota-onangiz hayot bo'ladigan bo'lsa, bolam undoq qiyin, bolam undoq qiyin deb yo'l ko'rsatib turadi. To'g'rimi? O'lguncha bizni yo'llab bir to'g'riga boshlash uchun shular harakat qildi. Parvardigorim mehnati undan-da zo'rda. Qilish kerak ekan akalar. Tutish kerak ekan bu ro'zalarni. Gapni eshitish bor, tushunish bor, mulohaza qilish bor. Yaratgan Parvardigor aql bergandan keyin u nafsi ko'yga kirib ol, ha endi demasdan yemagan ovqatmi akalar? O urush bo'layotgan joyda ovqat yo'q. Falastinni ko'ryapsiz. Sizga biz yo'shani musulmon, kerak bo'lsa arab millat, sizdan bizdan afzal millat. Och yuribdi. Yegan narsasi yo'q. Siz bilan biz ovqatni olib kelib qo'ysa, to'ylardan o'tirib, oling desa, yeydigan narsa yo'q deysiz. Darsdan ma'lum, yeydigan narsa yo'q. Yeydigan narsa yo'q emas, yeydigan narsa bor. Ishtaha talab qilmayapti. To'xta qorin. Agar qorin och bo'lsa-na, nimalar qilib orar kimimiz? Shunchalar to'q qilib yaratgan Parvardigori bergan ne'mati uchun barazan siz bilan biz shunchalar bizda zapas borkin,
Saharlik qilmasa o'zisi ham bo'laveradi. Bir oshqozon tozalanib oladi. Yonaveradi. Bo'pti-da, tutaylik-da. Demak, bozor kundan Xudo xolasa, bismillahirrohmanirrohim. Tutayotgan narsalarimizni shu tutolmagan ro'zalarimiz kafforati bo'lsin deb Xudodan so'rab ajrlarni. Agar 3-4 kun tutganimizdan yana bir himmat qiladigan bo'lsa, shu onam rahmatligini, dadam rahmat nomidan deb tutib qo'yaraylik. Ularga ham kerak shu savob. Biz quruq qolmaymiz. Biz ro'zamiz ketib qolmaydi u yoqqa. O alohida ularga bizga o'zimizda qoladi akalar. Kelishdi-ya, Xudo insof bersin hammamiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Valhamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni toat ibodatingda bardavom bo'ladigan, qilgan gunohlarimizga pushaymonman bo'lib tavba qiladigan va tavbalar qabul bo'ladigan bandalaringdan qilgin ya Robbi. Savobli, xayrli amallarimizni masjidimizga qilingan ihsonlarni qabul qilgin Parvardigor. Ato qiladigan savobingni olamda o'tgan hayot turgan minbat hayot keladigan jami mo'min musulmonlarga, jamiki payg'ambarlar alayhissalatu vassalomlarga, xosatan payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, ollariga, ajdodlariga, xalifalarga, azvoj mutahharlarga, sohib mazhab bo'lgan mushtahid, mushtafil mazhab, fuqaho, mufassir, muhaddis, musannif mualliflarimizga, dinni homiy himoyachilariga, xosatan hammamiz olamda o'tgan hayotlarga ota-onalarimizga, ustozlarimizga, yor birodar, muxlis muhsinlarimizga atib bolamizga alohida qildik. O'tganlarimizni Alloh subhanahu va taolo savoblardan bahramand ayla va rahmating qilgin. Biz hayotda turganlarga, o'g'il qizlarimizga, kelin kuyovlarimizga, to qiyomat kungacha zurriyotlarimizga ilm ladun, amali solih, rizqi vasi ato qilgin Parvardigor. Kasallarimizga shifo komila ber Parvardigor. Mahbuslarimizga najot yengillik ber Parvardigor. Hojatmonlarning hojatini ravo qilgin ya Robbi. Turmush quradiganlarga ibodat shunday hayot kechirgan juft halolini ber. Farzandlarga solih farzandlar ber. Noqobil farzandlarga isota hidoyat ber Parvardigor. Yurtlarimizni ham tinch obod qilgin, har balo ofatdan asragin. Ustimizga dinni g'amini yedigan, musulmonlar manfaatini o'ylaydigan, ilmiy amal qiladigan solih odamlar rahbar qilgin. Kofir, munofiq, fosiq, zolim, mutahammal ustimizga rahbar qilmagin. Ularning qo'llarini mo'min musulmon fitna qilib bermagin ya Robbi. La ilaha illalloh val avval val oxir val zohir val botin bil xayr va huva ala kulli shay'in qodir bi fazlika va karamik. Allohumma salli va sallim barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohimin.